Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi kiberjinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida kriptoaktivlar savdosi bilan bog'liq jinoiy holat aniqlandi. Toshkent shahrida kriptoaktivlar bilan bog'liq yirik noqonuniy faoliyat fosh etildi. Olingan tezkor ma'lumotga ko'ra, noma'lum shaxs maxsus platforma orqali qonunga xilof ravishda kriptoaktivlar orqali pul mablag'larini legallashtirish bilan shug'ullanib kelgan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Kiberxavfsizlik markazi hamda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi kiberjinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida Mirobod tumanida joylashgan manzilda mazkur jinoiy faoliyatga aloqador bo'lgan shaxs aniqlandi. Tezkor tadbir davomida 2003-yilda tug'ilgan Azim ismli shaxs ushlandi. Uning vaqtincha yashash manzilida o'tkazilgan tekshiruvda bir nechta mobil telefonlar, noutbuk, bank plastik kartalari hamda SIM karta protsessual tartibda rasmiylashtirilib olindi. Dastlabki tekshiruvlar shuni ko'rsatdiki, gumonlanuvchi mazkur noqonuniy faoliyatni xorijda o'rganib, O'zbekiston hududida mustaqil ravishda tashkil etgan. Uning elektron qurilmalari ko'zdan kechirilganda 2025-yil fevral oyidan 2026-yil mart oyiga qadar maxsus platforma orqali jami 6,5 milliondan ortiq USDT miqdordagi kriptoaktivlar noqonuniy aylanmasi kiritilgani aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-8 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Toshkent shahrida bu kabi tezkor tadbirlar davom ettirilmoqda. Uchtepa tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida haydovchilik guvohnomasini olib beraman deb firibgarlik jinoyatini sodir etgan shaxs daliliy ashyolar bilan ushlandi. Barchamizga ma'lumki, haydovchilik guvohnomasini faqat avtomaktabda o'qib, belgilangan imtihon va sinovlardan o'tgan holda olish mumkin. Ammo mazkur yo'nalishda ayrim shaxslar fuqarolarning ishonchiga kirib, firibgarlik yo'li bilan pul topishga urinib ko'rishmoqda. Poytaxtning Uchtepa tumanida fuqaro ichki ishlar organlariga murojaat qilib, Zulxumor ismli shaxs BS toifadagi haydovchilik guvohnomasini olib berishini aytib, evaziga 7 million so'm miqdordagi pul mablag'larini talab qilayotganini ma'lum qilgan. Mazkur shaxsning haydovchilik guvohnomasini olib berish yoki imtihondan o'tkazib qo'yishga vakolati bo'lmagan. Bunday ishlar aslida hech qanday shaxsning qo'lidan kelmaydi. Murojaatga asosan Uchtepa tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Zulxumor ismli shaxs aytilgan 7 million so'm miqdordagi pullarni olgan vaqtida daliliy ashyolar bilan ushlandi. Aldash va ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan birovning mablag'iga ega chiqmoqchi bo'lgan shaxs endilikda qonun oldida javob beradi. Fuqarolar ham shuni tushunsinki, haydovchilik guvohnomasini faqat avtomaktabda o'qib, belgilangan imtihonlarni topshiribgina olish mumkin. Ishingizni osongina bitkazib beraman deganlarga aslo ishonmang. Haydovchilik guvohnomasidan imtihonni o'tkazib berish uchun deb pul olayotgan joyimda huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan tezkor tadbir orqali ushlandim. Qilgan ishimga iqrorman. Aybimdan pushaymonman. Mazkur holat yuzasidan Uchtepa tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Olmazor tumanidagi qimorxona faoliyatiga chek qo'yildi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi va Olmazor tumani prokuraturasi bilan hamkorlikda Guruchariq mahallasida o'tkazilgan tezkor tadbirda xo'roz jangi orqali tavakkalchilikka asoslangan qimor o'yinlari tashkil qilinganligi aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, 4 nafar shaxs mazkur manzilda ishtirokchilardan o'yin tashkil qilib berganliklari uchun 50 ming so'mdan 100 AQSh dollargacha pul olib kelishgan. Tomoshaga kelganlar esa 20 ming so'mdan tashkilotchilarga to'laganliklari ma'lum bo'ldi. Qimor o'yinlari moliyaviy zarar, qarz va ruhiy muammolarga olib keladi. Ular vaqtni behuda sarflab, insonni qaramlikka tushiradi va oila hamda jamiyatdagi munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Men qilgan ishimdan ming pushaymonman, rostdan pushaymonman. Bu boshqa takrorlanmaydi bu narsa. Prezidentimdan ham uzr so'rayman, xalqimdan ham, misol ota-onam oldi. Shu yoshgacha kirib bunaqa narsa bo'lmagan edi. Men bunaqa jinoyatligini bilmadim.
men afsusdaman, boshqa qaytarilmaydi. Mana bunaqa prosta ozgina qiziqish bor edi, shu narsani qildik. Bitta Xorazmda 1 milliondan shular bilan kelishib o'ynadik. O'sha o'ynayotganimizda ichki ishlar xodimlari kelib o'yin to'xtatdi. Shu 1 milliondan urishtirdik. Shu kelganimizda shu qo'lga tushdik biz. Endi takrorlanmaydi. Bunaqa ishlar bilan shug'ullanmaymiz endi. Afsusdaman. Tezkor tadbir davomida xo'roz jangi orqali tavakkalchilikka asoslangan qimor o'yinlarini o'ynash uchun 42 nafar shaxs kelganliklari ma'lum bo'ldi. Daliliy ashyo sifatida 6 million 200 ming so'm va 3700 AQSh dollar miqdoridagi pullar va 7 ta xo'roz aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan o'yin tashkilotchilariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 278-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan hamda ishtirokchilarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 191-moddasiga ko'ra chora ko'rildi. Toshkent shahrida bu kabi tezkor tadbirlar davom ettirilmoqda.